Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. O'zbekiston Superligasi 7-tur uchrashuvlari boshlandi bugun. Ushbu turning ikkinchi uchrashuvi uchlikka qanot vingirlar No'monov, G'anixonov va Murtazoyev hujumda. Hamidjonov, Shamsiyev, Xo'janiyozov, Shaydulov himoyada. Paxtakorda xalqaro o'yinlarda milliy jamoada, milliy jamoa o'yinlari Paxtakor bilan kubok yoki boshqa klublar bilan kubok yoki raqib safida kuchli zarbaga ega bo'lgan futbolchini zarbasini qaytarishga harakat qiladi. Kalesnichenko esa Surxon standartlarini amalga oshirib kelyapti. Uning zarbasi darvozaga to'g'ri bordi, lekin o'ng tomondan ham Doston Tursunov to'pni o'yinga kiritib berdi. Markazda juda zo'r uzatma. Abdug'ofir Haydarovni zaxirada qoldirib, boshqa hujumchilarni maydonga tushirdi murabbiy. Bular deb o'ylayman mana. Samandar Ochilov bir necha yillardan buyon o'ynayapti, klub talpinuvchisi. U endi yosh emas. Hozir esa qarshi hujum mashalda imkoniyat bo'lishi mumkin. To'p jarima maydonchasiga olib kelinyapti va mana bu yerda hal etilishi mumkin va Patapov qutqaryapti. Birinchisi yoki ikkinchisi. Mana bu lekin qo'ylab keyin tepdi. Ungacha darvozabon hammasini nazoratda ushlab bo'lgan. Endi Patap tajribasi katta. Favqulodda zarbalarni ham qaytaradi. Hozir esa keyingi zarba o'ynab yuboradi. Ba'zida favqulodda kutilmagan natijalarga muallaq bo'lishi mumkin. Qiziq bo'ladi. Paxtakor shortdan bu ham qiziq. Endi Paxtakor favorit. Paxtakorni hozir kayfiyati juda zo'r. Hozir zarba rikoshet, keyin yana zarba. Darvozabon qutqardi. Asadbek Karimov zarba berdi. Mana bugun zaxiradagilar maydonga tushib, o'zini ko'rsatish uchun fursat bor. Asadbek Karimov biron bir uchrashuvda start tarkibdan o'rin egallamagan. Faqat qog'ozda bo'ladigan narsalar ahamiyat kasb etmaydi. Ikkinchidan bunisiga nisbatan yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Tanaffus. Kalesnichenko raqami 9, hujumda 19 Muhammad Ali Abdurahmonov, 24 Shahzodjon Komilov, 66 va do'stlar hozir qanday vaziyat edi? Biroz noaniq ketdi. Mana. Yerlatib berilgan zarba, ancha xavfli hujum. Chap oyoqda. Sherzod Komilov ham doim maydonga tushmaydi. Boshlang'ich tarkibda bugun mana nihoyat hozircha to'liq o'ynayapti. Muhammad Ali Doston bilan o'ynadi. Hoppa! Jarima maydonchasiga to'p yetkazib berilyapti. Yaxshi vaziyat, zarba yo'llandi, qaytdi. Sunnatulloh. Qanday imkoniyatdan Surxon vakillari foydalana olmayapti. Mashal himoyasi turib berdi. Hozir Mashal himoyasi turib berdi. Do'stlar, yuqoridan va mana shu darvozabon o'zini ko'rsatmoqda do'stlar. Bu ham 29 yosh, eng yoshi kattalardan ikkinchisida. Qolgan o'yinchilarning hammasi hozir Mashalda imkoniyat va to'p to'sindan qaytdi. Bu Surxonning omadi. Ham ulgurmay qolgan. Mana uzatma bo'ladi. Xo'sh, boraverdi No'monov, uzatdi. To'xtatmasdan turib ketdi. Qanday yaqin masofa ishlarini qayrab borib, jamoa bir qattiq zarba bilan Surxonni bir ogohlantirib qo'ydi. Lekin mana bu hujum golmi? Yo'q. To'p darvoza ustuni yonidan o'tib ketyapti. Yaqinida to'pni qabul qilib oldi. Mana ko'ramiz, Taylandi, zarba berdi. Sal noaniq ketdi. Yomon o'ynamadi Abduxoliqov hozir. Mana shu Nodirbek Abduxoliqov to'xtalish anchagina bo'ldi. Shaydulov qanotga to'pni yetkazib berdi. Asilbek Jumayev
Haydarov to'pni darvozaga tushirib qo'ymishga harakat qildi, lekin bu yerda to'p darvoza ustining oldidan o'tib ketyapti. Ulgurdi himoyachi, darvozabon harakat qildi va to'pni qaytarishdi. Ular Surxonda so'nggi o'zgarishmi? Shunday do'stlar, 9 daqiqa bo'ladi. Shunga yoziladi. Ashal uradimi, Surxon uradimi, bu yog'iga o'sha daqiqalarga yoziladi. Qo'shib berilgan daqiqada urilsa, hozir darvozabon qutqardi. Ramazonov diyor qanotga Saydulovga u jarima maydonchasiga to'pni ko'tardi. Mana bu akrobatik uslubda to'pga tashlangan Haydarov esa to'p esa Sunnatullohga keldi. Yana uzatma, darvozabon to'pni ilib oldi. Bu bo'ya o'zgarish paytida o'g'irlangan vaqt uchun qo'shib berilayotgan soniyalar, pasni aniqligi zo'r bo'ldi. Himoyachi ham harakat qildi. Shu pallada Nasibulloh hushtak chalib o'yinni yakunladi. Mash'al Surxon o'yinida hisob ochilmadi.